Zaten 300 yıl başı olarak ahir 39 yaşında kaptanxonaga kaptarga dom bergan bo'lgan kaptarxona bilan birga yo'rab ona tushgan. But chiqyapti mana bu sopol jumimda. Sili ko'chmalarda. Bor yo'li baqa keladi, u yoqqa o'tadi, Assalomu alaykum do'stlar. Aqskent arxeologik parkida juda katta o'zgarishlar. Mana hozir bizning mehmonimiz Prezident akademiyasi professori Dilfuza Rasulova, Toshkent kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali rahbari To'lqin hozir Aqskent bilan tanishyapti. O'shani bayram. Keyin ozginadan keyin meni podshoh qarorgohini yuqorida Kosonsoyga ko'chirdi. Kosonsoyda salkam Muhtepada. Keyin berib shahar qolavergan hunarmandlar shahri bo'lib, keyin qarorgoh vaqt ko'chirdi. Keyin eramizdan keyin 3-4 asrda yana 9-10 barlik yaptı. Ulug'bek kelganda qarorgoh vayron bo'lgan aholi yashayotgan. Yangi qarorgohni u yoqqa qurib, nabira 9 yoshlik Umar Sharif o'sha yerga qo'yib ketgan bular yerga. Zaten 300 yil boshi olagan oxiri 39 yoshda kaptarga dom bergan bo'lgan kaptarxona bilan birga yo'rab ona tushgan. Har bitta xonadonda malaqa chiqindi o'raladi. Ko'milgan. Har bitta xonadonda bor. Har bitta xonadonda yana boshqa o'ralar bormi? Qaradini o'zini boshqa. Mana oddiy o'sha xonadonlar, o'sha qismlari, mana supada, oshxona qismlari bu dastlabki o'sha ming yil avval qartlar. 10-11 asrdagi qismi, eng yuqori qismi, pastki qismi 7-8. O'sha Bana bunu rakamını koruyanımız 7. rakam en 12. asır kapıları olursa sonra bu şubili geçer 3000 yıl. Hatta daha suyu ketever kanaganda. But çıkıyaptı bana kadar sopol jumimda. Sili ko'chmalarda. Sutdan. Yaltırlaydı. Ko'zi shu işe tutturur. Mana mehnat insonni ulug'laydi. Hamda o'z yerida degan so'zlar. Tabiiylik hamma hikmatli so'zlar. Yozilgan. Yozilgan hayron qolamiz endi. Özde doğru yolu baqa keladi, u yoqqa o'tadi, aslida bu. Sirdaryo.